Samarqand veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetida yangi zamonaviy klinika ochildi. Hozir mana shu haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Universitetda o'qiydigan talabalar like, komment qilib olamiz. Ustozimiz hozir batafsil ma'lumot berib o'tadi. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham fakultetimiz qoshida yangi veterinariya klinikasi o'z faoliyatini boshladi. Ruxsat bersalaringiz men klinika faoliyati bilan tanishtirib o'tsam. Klinikamizga kirishda kutish zali, ya'ni qabulxona tashkil etilgan bo'lib, bu yerda o'sha hayvon egalarini kutib olish hamda hayvonlarni o'sha elektron platformada orqali qabul qilish, ular haqida ma'lumotlarni olish, anamnez ma'lumotlarini berish jarayonlari olib boriladi. Bundan tashqari o'sha hayvon egalari uchun zarur bo'lgan veterinariya preparatlari hamda ayrim vitaminlar hayvon egalari uchun taklif etiladi. Klinika Yevropa standartlariga javob beradigan darajada zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan, ish jarayonlari professor, ustozlar va tajribali mutaxassislar tomonidan olib boriladi. Kichkintoy do'stlaringiz albatta ishonchli qo'llarda bo'ladi. Klinikada laboratoriya xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu yerda barcha turdagi hayvonlarning qonining morfologik hamda biokimyoviy ko'rsatkichlari, jami 50 dan ortiq ko'rsatkichlarni aniqlash va kasalliklarga aniq diagnoz qo'yish uchun ilmiy asos mavjud. Kasal hayvonlarga diagnoz qo'yish va mayda hayvonlarning bo'g'oz yoki bo'g'ozmasligini ham mana shu o'zi apparatda 100% gacha aniqlab beryapmiz hozirgi kunda. Klinikamizning asosiy yuragi hisoblangan jarrohlik bo'limi bu yerda barcha turdagi hayvonlarni operatsiyaga mana bu xonada tayyorlaymiz. O'sha operatsiya maydonchasini tayyorlash, narkoz qilish hamda hayvonni operatsiyaga tayyorlash jarayoni mana shu yerda amalga oshiriladi. Jarrohlik xonamiz barcha qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan bo'lib, bu yerda yumshoq to'qimalar xirurgiyasi, ortopedik xirurgiya hamda hayvonlarni sterilizatsiya hamda kastratsiya qilish amaliyotlari keng amalga oshiriladi. Ushbu xonamiz terapiya xonasi bo'lib, barcha turdagi o'sha infuziya, inyeksiya usullarini o'tkazish, shuningdek birlamchi yordam ko'rsatish hamda hayvonlarni shu kasalliklarga ayrim birlamchi ko'rik jarayonlar mana shu joyda olib boriladi. Bundan tashqari har kun kelayotgan hayvonlarimizni ambulator hamda statsionar davolashda asosiy qo'llanadigan xonamiz hisoblanadi. Shuningdek, klinikamizda hayvonlarni olib qolib, ya'ni statsionar usulda davolash yo'lga qo'yilgan bo'lib, siz hayvoningizni bemalol tashlab ketib, tuzalgandan keyin olib ketishingiz mumkin. Shuningdek, bugungi kunda o'sha klinikamizda aksiya ishlari olib borayotgan, ya'ni Samarqand shahridagi yoki Samarqand atrofidagi viloyatlarda hayvon egalari, mushuk egalariga yaxshi qulaylik yaratdik, chunki hayvonlarni sterilizatsiya qilish hamda kastratsiya qilishni arzonlashtirilgan hamda zamonaviy jihozlar bilan xavfsiz o'tkazish, operatsiyani o'tkazish yo'lga qo'yildi va biz o'sha mijozlarimizni bu aksiyada ishtirok etishga taklif qilib qolamiz. Pastda nomer qoldirib ketamiz. Batafsil ma'lumot olish uchun kichkintoy do'stlaringizni bemalol ishonchli qo'llarga, professional ustozlarga bemalol ishonib topshirsangiz bo'ladi. Videoga bitta like bosib, shunaqangi uy hayvonlari boqadigan tanishlarga yuborib qo'yamiz.